Assalomu alaykum Surxondaryo xalqi. Bizning bugungi kunda O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati studentlarga 25-dekabrdan 26-yilning 12-yanvariga qadar imtiyozlar belgilangan. Bu imtiyozlardan har yili studentlarimiz foydalanishadi. Eson-omon manzillariga yetib olish uchun biz ham namunali xizmat ko'rsatishga har doimgidek tayyormiz. Bizning jamoamizda yangi yil bayram shukuhi уже boshlanib ketdi. Hamma bayramona kayfiyatda. Biz ham qo'ldan kelgancha yo'lovchilarga namunali xizmat ko'rsatib, manzillariga eson-omon yetib olishlari tilakdoshimiz va shunga harakat qilib kelyapmiz. Mana shu Surxondaryo viloyatida yangi O'zbekiston massivlari, yangi 4 ta joyda katta archalar o'rnatilgan. Shuningdek, mana vokzalimizda shunday chiroyli archalar o'rnatilgan. Xalqimiz chetdan kelib, mana tumanlardan kelib ketishlari uchun ham sharoit juda ham yaxshi. To'g'rimi? Nima deysiz? To'g'ri, bugungi kunda mana bizning Termiz vokzalimizda yo'lovchilarga sharoitlar yaxshi. Zalimizda mana konditsionerlar ishlab turibdi. Namozxona, hojatxonalarimiz, barcha qulayliklar yaratilgan. VIP zal ishlab turibdi. Ona bola xonalari mavjud. Yo'lovchilarimiz hammalari xursand. Yosh bolalari bilan kelib, mana archalar atrofida rasm tushishyapti. Yo'lovchilar bugungi kunda bizdan minnatdor. Rahmat. Kelgusida 2026-yilda jamoangizga tilaklaringiz, O'zbekiston xalqiga tilaklaringiz. Yurtimiz avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Barcha hamkasblarimga, shu qatorda Surxondaryo vohasi xalqiga, hammalariga sog'lik, tinchlik, omonlik tilayman. Dunyomiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Biz ham jamoamiz butun O'zbekiston nomida sizlarga rahmat deymiz. O'zbekiston temir yo'llari yana ham porlaversin. Mana shunday archalarni atrofida har kim o'z oilasi bilan baxtli, saodatli yangi yillarni kutish nasib aylasin. Rahmat sizga.